Endi Instagramda ko'rgan videolaringiz avtomatik saqlanib qoladi, ya'ni istoriya prosmotrov degan funksiya yana qaytdi. Bu funksiya, ya'ni siz ko'rgan videolarni, masalan, bitta video ko'rdingiz, uni saqlanib qilmasdan o'tirib yordingiz. Buni topish uchun xuddi o'sha joyga kirib topsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa, siz nimani ko'rganligingizni bilmasliklari uchun o'sha istoriyani o'chirib qo'yishni tavsiya qilaman. Buni ko'rish uchun yoki istoriya prosmotorni o'chirish uchun Instagramga kirib olamiz. Bu yerdan 3 ta chiziqqa bosib, bu yerdan Ваши действия degan joyga bosamiz. Bu yerdan eng pastiga tushirib, bu yerda istoriya prosmotorov degan joy bor. Shu bitta bossangiz mana ko'rgan videolar ham chiqib kelyapti. Ularga umuman like ham bosmaganman, kommentariy ham yozmaganman, hech narsa qilmaganman. Prosta ko'rganman, prosta ko'rganim saqlanib qolgan. Buni istoriyasini tozalash uchun, ya'ni o'chirib olish uchun bu yerga bosib, belgilab chiqasiz. Belgilab chiqib, udalikda bosasiz. Bu o'chib ketadi. Ya'ni istoriya prosmotori o'chib ketadi. Bu nima uchun kerak? Masalan, bitta video ko'rdingiz, saqlanib qilish yoki nima qilmasdan turib, like bosmasdan turib, addan qo'ydingiz, o'tib ketdi, endi yo'q qoldi. O'shaqa payti mana shu istoriya prosmotorovdan kirib ko'rsangiz bo'ladi. Buni tozalab turish nimaga maslahat beriladi? Masalan, noqonuniy narsalar ko'rgan bo'lsangiz, bu narsalar sizni ichki ishlar chaqirib yoki telefoningiz ichki ishlarning qo'liga tushib qolib, shunaqa problemlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kirganingizda nima ko'rganingizni bilmasliklari uchun o'chirib olganingiz yaxshi.